Men yuragimga sun'iy klapan qo'ydirgim kelmadi. O'shaning uchun doktor izlab, davolatish uchun Toshkentga keldim. Meni yuragimda Charelva degan yurak tug'ma nuqsoni hamda nitral klapan o'zgarishi bor edi. Meni yuragimdagi o'zgarishlar meni xavotirga sola boshladi. Ozroq yursam ham qansirab qolaverardim. Kechalari shiftga qarab yotish men uchun juda og'ir edi. Nafas qisishlar, yuragimdagi aritmiyani hisobiga nafasim tezlashib, gohida uzoqlashib qolar edi. Yuragimdagi 3-4 ta, bitta, ikkita emas, 3-4 ta nuqsoni borligi uchun men adashmasdan shu Oybek doktorga kelganim uchun o'zimdan o'zim minnatdorman. Chunki doktorim hech ikkilanmasdan menga va'da berdi. Klapanimni plastika qilib, klapanni o'zini saqlab qoldilar. Endi butun umr Warfarin degan dorini ichib yurmasdan sog'lom odamlar qatori yurganimdan juda xursandman va sizlarga ham shu doktorni tavsiya etaman. Men akademik Vohidov nomidagi xirurgiya markaziga kelib adashmagan ekanman. Bu yerdagi shifokorlarning hammasi bir-biridan shirin so'z, bir-biridan muomalali. Bularning ichida eng opitnisi, eng yosh, ham eng shirin so'z, dardini eshitadigan doktor Oybek doktorga katta rahmat aytaman. Ilohim ko'z tegmasin, sog' bo'lsin.